Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'g'ri televiziyasi kundalik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Hidoyat Musajon. Hammanglarning shu vaqtda xayrli bo'lsin. Aziz ko'ruvchilar, tuvanda diqqatinglar bugungi xabarlar programmasining tafsilotida bo'lsin. 5 aprel günü dünyanın her qaysı ellerde faaliyet ilip beriyotgan Uyghur teşkilatları Xitay elçixanaları aldı namoyish ilip berish, axborot ve bayonot e'lon qilish, söhbət yig'inlarini uyushtirish ve Qur'on tilovat o'tkazish qatorliq shakllardan foydalanib, Barin inqilobining 32-yilligini xotirladi va Zaydun Yusuf boshchiligidagi qahramon o'g'il qizlarimizga bo'lgan cheksiz hurmatini va sevginishini ifoda qilishdi. 5 aprel tushdan keyin Avropa Sharq Turkiston Birligi tashkilotining uyushtirishi bilan Germaniyaning Myunxen shahridagi Xitoy konsulxonasi oldida 1990-yil 4-oyning 5-kuni yuz bergan Barin inqilobining 32-yilligini xotirlash va mustabid Xitoy hokimiyatining Sharq Turkistonda Uyg'urlarni asos qilgan xalqlarga qarata rahimsizlik yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligiga norozilik bildirish munosabati bilan namoyish o'tkazildi. Uyg'urlarning g'arb dunyosida ilib borgan tunji namoyishi dal Barin inqilobi munosabati bilan 1990-yil 4-oyda Germaniyaning sobiq poytaxti Bohindagi Xitoy elchixonasining oldida o'tkazilgan. Shundan buyon Germaniyadagi qarindoshlarimiz har yili bu xil norozilik namoyishlarini izchil holda ilib berish orqali o'zlarining Barin qahramonlariga bo'lgan cho'nqur hurmatini izhor qilib kelmoqda. Germaniyaning Myunxen shahridagi Xitoy konsulxonasi oldida o'tkazilgan namoyish maydonidan instansimizning ziyoratini qabul qilgan Dunyo Uyg'ur qurultiyining muavin raisi Parat Yo'ronqash apandi o'zining yurak so'zlarini izhor qilib mundaq dedi. Assalamu alaykum aziz qarindoshlar. Mana bugun 4-oyning 5-kuni, ya'ni 1990-yil 4-oyning 5-kuni vatanimiz Sharq Turkistonninki Barin yezida maydonga kelgan Barin inqilobining 32-yillik xotir kuni. Bu munosabat bilan bugun biz mana Germaniyaning Myunxen shahridagi Xitoy konsulxonasi oldida norozilik namoyish o'tkazyapmiz. Avropa Sharq Turkiston Birligi tashkiloti tomonidan uyushtirilgan bu qatimqi norozilik namoyishining asosiy maqsadimi ham bir tarafdan Zaydun Yusuf boshchiligidagi bizningki Barin qahramonlarimizga, Barindagi qahramon o'g'il qizlarimizga, Barin shehidlarimizga bo'lgan hurmatimizni, sevginishimizni ifoda qilish, shundaqla mustabid kommunist hokimiyatining navbatda Sharq Turkistonda Uyg'urlarni asos qilgan yerlik xalqqa yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligini va qirg'inchilik va insoniyat qarshi jinoyatlarga norozilik bildirish yuzidan bu namoyish o'tkazdik. Aziz qarindoshlar, bu 1990-yil 4-oyning 5-kuni dal bugungi kunda Barin inqilobi qo'zg'algan vaqtida g'arb dunyosidagi, ya'ni butun g'arb dunyosidagi tunji namoyishmi yana mush Germaniyada o'tkazilgan. Aziz qarindoshlar, bu tarixiy bir hodisa. Ya'ni g'arb dunyosidagi tunji namoyish 1990-yil 4-oyda ya'ni mushu Germaniyaning qadimiy sobiq poytaxti Bonn shahrida Germaniyadagi Uyg'ur jamoatininki uyushtirish bilan tunji namoyish o'tkazilgan va shundan buyon mana shu 32 yildan buyon har yili shu kunda, ya'ni Barin inqilobininki xotir kunida Germaniyadagi qarindoshlarimiz bu yerda mayli Dunyo Uyg'ur qurultiyi bo'lsin, mayli Avropa Sharq Turkiston Birligi tashkiloti bo'lsin, bularning uyushtirishda har yili izchil bu namoyishni davomlashtiryapti va bugun mana so'g'aqqa yomg'ir qarmay qarindoshlarimiz kelib bu yerda bu namoyishni yapıryapti. Aziz qarindoshlar, bu Barin inqilobining nazariga hargiz sal qarmayli, buni odatdagi bir yezil yuz bergan bir hodisa deb qarmayli. Bularni dehqonlar olib borgan, odatli odamlar olib borgan bir voqea deb qarmayli. Aziz qarindoshlar, bu Barin xalqi ayni chog'da o'zining jinni olqiniga olib qo'yib turib, o'zining milliy irodasini butun dunyoga namoyon qilgan. Eng muhimi bu yerda Barin xalqi o'zining mustaqillik orzusini butun dunyoga namoyon qilgan. Ya'ni Barin inqilobining asosiy maqsadi, g'oyasini aniq bo'lgan, ya'ni Xitoy tajovuzchilarini vatanimiz Sharq Turkistonni qo'g'lab chiqarib, mustaqil hur Sharq Turkiston Cumhuriyetini qurib chiqishni bular g'oya qilgan aziz qarindoshlar va bu g'oya ayni chog'da butun dunyoni larzaga solgan, xalqimiz ichida bir milliy uyg'unish harakati maydonga kelgan va Barin inqilobininki bu urg'i Sharq Turkistonning butun joylariga chechilgan va keyingi mazgillarda yuz bergan toki hozirgacha vatanimizda yuz berayotgan Xitoyga qarshi turli shakldagi norozilik harakatlarining hammasida bu Barinning izi va Barinning ro'yi va Barinda chechilgan bu inqilob urg'uninki ta'siri va aziz qarindoshlar, bugun mana biz Germaniyadagi qarindoshlarimiz bu Avropa Sharq Turkiston Birligini uyushtirishdan namoyishni qilyapmiz. Bugun yana masalan Tunogin va Qozog'istondagi qarindoshlarimiz maxsus Ashyo Dunyo Uyg'ur qurultiyining o'rlashtirishi bilan cho'ng nazra va xotirlash faoliyati o'tkazdi
ve onun aldığımız günü Dünya Uyghur Kurultayı Vakfı Dünya Uyghur Kurultayı'nın uyuşturucu bilen yana bu Türkiye'de İstanbul'da Bari İnqilabın 32. yılını hatırlayıp iftar faaliyeti ötküzüldü. Bugün bu mana mayli İstanbul'da olsun, başka devletlerde olsun, Bari İnqilabının 32. yılı münasebetiyle keng ko'lamda Xitoyning irqiy qirg'inchilikka qarshi norozilik harakatlari o'tkazilyapti aziz qarindoshlar. Namoyishning oxirida aziz shahidlarimizning ruhi uchun duo qilgan Dünya Uyg'ur Qurultayı İcraiya Komitetining muavin raisi ve Sharq Turkiston Ulamolar birligining muavin raisi Turg'unjon Alovdin Hojim mundaq deb ko'rsatdi. Aziz qarindoshlar, mana bugun Barin inqilobining 32. xotir kuni. Bugun biz yağmurdan korkup bazılarımız belki kelamgan buluşumuz mümkün. Ama Barin'deki kahraman oğlanlarımız bu şu yağmurdaki yığıvatkan okku karmay özünün vatanının erkinliği, milletinin hürlüğü ve dini itikadını qoğlaş için bu şu günde özünün cenni fida kıldı. Aziz qarindoshlar. Bula cenni fida kılıp Xitoyning o'qi bilan şehit bo'lib ketdi. Şehitlikning maqominin qanchalik bo'lganligini dinimizde Allah Taala Qur'oni Kerim'de aniq bizga bildirib qo'ygan. Şehitler ölmeydi deydi. Ular hayat yaşaydı. Sizler ularni ölüp ketdi deb o'ylab qolmanglar. Ular hayat. Peygamber Aleyhisselam'ın hadis-i şerifte deydi. Her qanday bir cennetga kirgan bir insan cennetin hiç çıkışını xalamaydi deydi. Çıkışını istemaydi deydi. Fakat şehitler cennetten bir çıksan o dünyaya qaytib berip yeni qaytib ne çıkıttım şehit bolsan. Dep şunu arzu kıldı deydi. Demek şehitlikке berildiğin o dünyadaki cennetteki makamı peygamberlerinin yeniden turulgan bir makam. Şunun için hiç qanday insan çıkışını arzu kılmışsa şehitler arzu kılıp ben qaytadan yeni şehit bulup texmi yukarı mertebeye erişsem degan şu arzunu kıldı deydi. Demek aşı günü qarindoshlarimiz özünün sıkkınını degenimizdek milletimizin erkinliği, vatanimizin azatlığı, dini itikadımızını qoğdaş yolunda şehit oldu. Elbette onu biz her zaman eslaymiz, her zaman ular için dua kılımız. Allah Teala'dan bizleme aşılarının izinden menişka nasip kılışını Allah'ın dileyimiz. Şu yağmur günü de size kepsiler, Allah razı olsun hemmenizden. Allah elbette bu baskan kadimanlarga şu roza Ramazan'da roza tutup durup yeni müşündak yağmurga qaramay namoyishga kelganlar için elbette Allah Teala bunu alayda ecir mükafat yazdı inşallah. Yani şehitlerimiz elbette bizim duayımızga muhtaç emas. Belki biz şehitlerin duayına muhtaç. Biz elbette şehitler için Allah'tan rahmet dileyimiz ve şunu olan birge şu bahanada özümüzge mu insaf, tevfik, hidayet ve cesaret, galbe, nusret dileyimiz. Şunun için şehitlerimizin bağımızda bir dua kılaylı. Amin. Allahümme Rabbena teqabbel minna inneke entes semiyul alim. Ve tub aleyna ya Mevlana inneke entet tevvabur rahim. Vahdina ve vaffikna ilal hakkı ve ila tariqin müstakim. Biberketil Kur'an'ın azim. Ve bihurmeti men erseltehu rahmeten lil alemin. Va'fu anna ya kerim. Va'fu anna ya rahim. Vagfir lana zunubana ya ekremel ekremin. Ey Allah, uluk perverdigarımız, şu Barin inkılabıda senin dinin için, vatanı için, millet için şehit olan qarindoshlarımızın o dünyadaki cennetteki makamını yüksek kılın. Biz de şu şehit qarindoshlarımızın izinden menep vatanımız için, dinimiz için, halkımız, milletimiz için cennetimizni fida kılalaydıgan ruhka eriştiğin. Allah uluk perverdigarımız hemmemizni doğru yolda müstehkem kılgın, doğru yolda eriştiğin, evlatlarımızını bizim izimizden besip manılgan, yakşı evlatlardan kılgın. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin. Rahmetike ya.
Barin inqilobining 32 yilligi munosabati bilan 5 aprel kuni Kanada Sharq Turkiston birligi tarafidan Kanadaning Toronto, Vancouver va Calgary shaharlaridagi Xitoy konsulxonalari oldida mustabid Xitoy hokimiyatining Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligiga qarshi norozilik namoyishlari o'tkazildi. Namoyishlar Sharq Turkistonning Istiqlol marshi bilan boshlandi. Torontodagi Xitoy konsulxonasi oldida o'tkazilgan namoyishda so'z qilgan Kanada Sharq Turkiston birligining raisi va Dunyo Uyg'ur qurultiyining bosh kotibi To'yg'un Abduvali apandim Barin inqilobining 32 yilligi munosabati bilan Sharq Turkiston xalqining erkinligi, hurligi uchun kurash qilib qimmatli hayotlarini pido qilgan Zaydun Yusuf boshchiligidagi Barin shahidlarimizga cho'nqur ehtirom bildiradiganligini ifoda qilish bilan birga Barin inqilobi yaqinqi zamon tariximizdagi milliy ko'rishimizning ilhom bo'lig'i. Uyg'ur xalqi bu shonliq kurash dastonini abadiyan iftiqorlanish tuyg'usi ichida yod etadi va Zaydun Yusuf boshchiligidagi aziz shahidlarimizning kurash irodasiga sodiqlik bilan varislik qiladi deb ko'rsatdi. 5 aprel kuni Barin inqilobi yuz berganligining 32 yilligi munosabati bilan Turkiyaning poytaxti Anqarada Dunyo Uyg'ur qurultiyi vaqfisi bilan Uyg'ur akademiyasi tomonidan Barin inqilobini xotirlash va iftor temasida faoliyat o'tkazildi. Sharq Turkiston va Turkiyaning Istiqlol marshi bilan boshlangan mazkur xotirlash faoliyatiga Turkiyada qurilgan kundan tortib Uyg'urlarni qo'llab kelayotgan Buyuk Birlik partiyasining raisi, parlament a'zosi Mustafa Dastici apandi, Turkiya va Yevropa ellarida ta'siri intayin kuchli bo'lgan Turk ojoqlarining muavin raisi professor doktor Filiz Yavuz xonim, Turkiyadagi Kelajak partiyasining muavin raisi Ali Burak Topaloğlu, Amerika, Yaponiya va Shveysariyaning Anqaradagi elchixonasining xodimlari, shuningdek Anqarada faoliyat olib berayotgan Uyg'ur va Turk tashkilotlarining mas'ullari, jamoat arboblari va muxbirlardan bo'lib ko'p sonda kishi ishtirok qildi. Uyg'ur akademiyasi vaqfining raisi doktor Farhod Qurban Tangritog'li va Dunyo Uyg'ur qurultiyi vaqfining raisi Abdurashid Abdulhamid apandilarning ichirish nutqi bilan boshlangan marosimda Barin qirg'inchiligi va Sharq Turkiston degan temada doklad taqdim qilgan Dunyo Uyg'ur qurultiyining muavin raisi doktor Erkin Akram apandim bundan 32 yil burun yuz bergan Barin inqilobining maydonga kelish sababi va uning Xitoy hokimiyati tomonidan qonliq bostirilishi haqida izoh berish bilan birga Xitoy hokimiyatining navbatda Sharq Turkiston xalqiga yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatlari, uning xalqarodagi inkaslari, shundaqla Dunyo Uyg'ur qurultiyining Xitoyning vahshiyliklariga qarshi dunyo siyosiy sahnalarida ilib berayotgan kurashlar haqida tafsiliy ma'lumot berib o'tdi. Oxirida Buyuk Birlik partiyasining raisi Mustafa Dastici apandi so'z qilib, partiyasining 1995-yili qurilgan kundan tortib Uyg'ur davosini qo'llab kelayotganligini, bundan keyin qo'llaydiganligini, Barin shahidlarida qahramonlarni yetishtirgan Sharq Turkistonning oxiri bir kun cho'qim mustaqillikka erishdiganligini ta'kidladi. Dunyo Uyg'ur qurultiyi va Dunyo Uyg'ur qurultiyi vaqfi birlikda Barin inqilobi yuz berganligining 32 yilligi munosabati bilan 3 aprel yakshanba kuni Istanbulda shahidlarimizga duo qilish va iftor temasida Barin shahidlarini xotirlash faoliyati o'tkazgan edi. Xitoy hukumatining Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilikqa Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq oliy kengashining yig'inlarida ko'p qitim muhim muzokara temalardan bo'lgan bo'lsa-mu, mazkur kengashning raisi Mishel Bachelet xonimning Sharq Turkistonga berib ziyorat va tekshirishda bo'lish talabini Xitoy hukumati yo'qolan va'dalar bilan orqaga surib kelgan edi. Ammo yaqinda Xitoy hukumatining Bachelet xonimning ziyorat talabiga qo'shilganligi xalqaro axborot vositalarining qiziq temalardan biri bo'lib qoldi. Forbes jurnalining 4 aprel sonida e'lon qilingan obzor maqolasida Miros fondining tadqiqotchisi Olivia Inus keskinlik bilan Mishel Bacheletni Sharq Turkistonga bormaslikka chaqirgan. Bo'libmi Bacheletning may oyidagi ziyaratining paketlarni qo'lga tushirishni ko'zlagan safar bo'lishiga qaramay, uning faqat bir qitimlik quruq ziyorat bo'lish bilan oxirlashadiganligini. Chunki Xitoy hukumatining allaqachon bu qitimlik safarning tekshirish emas, balki faqat ziyorat bo'ladiganligi haqida ifoda bildirib bo'lganligini alohida ta'kidlagan. Shuningdek Xitoy hukumatining Mishel Bachelet ziyoratini dastlab turib, buni yana bir qitim o'zlarining Uyg'ur qirg'inchiligini yushirishga vosita qilib olganligini alohida eskartgan. Obzorda ko'rsatilishicha Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq oliy kengashi bu qitimlik safarining tafsiloti to'g'risida hech narsa e'lon qilmagan. Shuning bilan birga Xitoy hukumatining Uyg'urlarni qirg'in qilishini tekshirish haqida o'zlari 2021-yili tayyorlab chiqqan dokladnoma e'lon qilmay besib olgan. Avtor bu vaqtda to'xtalib, shu ahvolning o'zli bu qitimlik safarining yana bir quruq so'z bo'lib qoldiganligidan bishorat berdi. Shunga men Mishel Bacheletga Xinjiangga berib avar bo'lmang deyman deydi. Avtor obzorning oxirida Uyg'urlar uchrayotgan qirg'inchilikning ko'plagan isbotlarini rad-reti bilan tizib ko'rsatgan hamda bu qitimlik safarining o'rniga 3 turlik amaliy ish taklifini bergan. 1. Sharq Turkistondagi qirg'inchilik haqida tayyorlangan dokladni tezdan e'lon qilish. 2. Xitoy hukumatiga tarbiyalash markazi nomidagi lagerlarga qamab olgan barliq tutqunlarni qo'yib berish hamda ularning navbatdagi ahvolni oshkorlash to'g'risida besim qilish. 3. Sharq Turkistondagi ziyorat va tekshirishning hech qanday cheklamasiz bo'lishi to'g'risida Xitoy hukumatiga besim qilish. Ma'lum bo'lishicha Xitoy hukumatining ilgirki vaqtlarda oldin o'rinlashtirilgan ziyorat nuqtalarini chet el diplomatlariga va ekskursiya o'maklariga ko'rsatish orqali Uyg'urlarni kasbiy jihatdan tarbiyalayotganligi haqida davrang saqonliqqa turli uchur yo'llar orqali fosh qilingan edi. Shunga navbatda bir qism kishilar Olivia Inusga o'xshashla Mishel Bacheletning Sharq Turkistondagi ziyorati kutgan natijasining birsiga erishamaydi deb qaramoqda ishkan. Hurmatli ko'ruvchilar, yuqorida Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'g'ri televiziyasi kundalik xabarlar programmasida diqqatingizga sundiq. Keyin qitimliq programmamizda ko'rishaylik. Ko'rishga omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh.
to'kti bizning qanimiz. Sen uchun ey yurtimiz fido bo'lsin